Uyghur elinin oğlu sen, Uyghur üçün can bergen, milletke başını sungan, atalgan kulluk insan. Satmadın şerefimni, baylık üçün cinini, süydün sen milletimni, Uyghur elinin oğlu. Dosta hizmetini kılar, dostlar için kan töker. Yerdem kirek boğulsa, oktek uçar yinınla. Emmetennin kıymıda, gece gündüz davada. Uygurumның ümidi, halkımның bir palvanı. O alemde kalmadı, İnsan bilmegen seni, Okmay çıktın düşmenni, Uygur elinin batırı. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldinler arkadaşlar. Emmemizge ayan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişinin Ali Komissarı Michel Bachelet vazifesinin mengüllikке ayrılışının ahirki minutida her qaysı devletler ve teşkilatlar shuningdek minglagan shaxslar taqozoliq bilan kutgan Uyg'ur diyori haqidagi baholash dokladini rasmiy e'lon qildi. Bu dokladda Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi qilmishlari, ya'ni insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan bo'lishi mumkin deb xulosaladi. Şunun bilan birga Xitoy hukumatining nima uchun bu dokladning e'lon qilishini to'sab qilishga jon jahli bilan kuchab ketishdagi ba'zi sirlar yeshilgandek bo'ldi. Bu munosabat bilan Mehmet To'xta apandim bilan Ishod Hasan apandimni bu haqda so'zlashga ekranimga taklif qildim. Assalomu alaykum Mehmet To'xta apandim va İlşad Hasan Tepe'dim. İkranıma hoş geldinler. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam. Rahmet sizlerge. Dastlabki sualim bo'lsa, şu bilime aram bir neçə gün bo'ldi bu dokladning chiqishi, lekin dastlabki tuyg'ular, o'ylaganlaringlarni biz bilan hambahlagan bo'lsanglar. Xo'sh, Mehmet To'xta. Köp rahmet hüküm. Müşebde ahırda karındaşlarımızın hayatını paylaştırış manevi hayatını hem yeni ilan kılınan bu dokladının gerçi İngilizce ve başka chat el til metbuatlarda kengri vakıda makaleler, analizler ilan kılınıp arxil köz karışlar oturup koyulgan bolsunma. Lekin Uyghur tilimizde bizge münasebetlik şu dokladının qandaq mezmunlardan tarkib topganligini, buning Xitoyning buncha bütün davlat kuchini ishga solib bu dokladning e'lon qilishini to'sishga safarbar bo'lishiga sabab bo'lgan omillarning nima ekanligini, bu doklad nima uchun buncha muhimligini va bu doklad e'lon qilgandan keyin asosli g'arb davlatlarining nima deb oqaqidan fikr bayonot berip fikir oturup koyup bu doklad hakkında özlerinin Xitoyga bo'lgan meydanını oturup koyganligini muşularning hamma nazarga olganda hamda qarindoshlarımızning ko'pi til cheklanish sababidan bu dokladni to'liq o'qib tushunib tekka yetgan bo'lishini atayin shuni bilan mush programning qarindoshlarimiz orasida mush doklad haqida tushunchaning cho'nqurlishi va bu dokladni Tehama bundan keyinki dava işlerimizde önümlük aldığı çıkarıp bu dokladın faydalanış için bir sebep buluşunu ümit kılıman. Hem de doklad hakkında işkiğiz param kesak xabarinizde bo'lgandek ve köpçülük qarindoshlarımızdan xabarda bo'lgandek bu doklad aslida o'tgan yil 8 ayda bitgan, bir yil burun. Yani bir yildan oshdi. Aslida bu doklad o'tgan yil 9 aylarda e'lon qilinmoqchi edi, keyin kechikib 12 ayda değildi, ondan keyin kechikib mana ta ki 8 ayning 31 kuniga kechikdi. Bunun kechikishida bu dokladning tutishidagi yetersizlik emas. Bunun kechikishida Xitoyning shu dokladning e'lon qilinishiga to'sqinlik.
keyingi chiqqan matbuot xabarlari qarag'imizda toki shu doklad e'lon qilinishdan bir qancha minut burungacha Xitoy hukumat amaldorlari bu dokladning bo'libmi milliy qirg'inchilikqa bo'lgan qismiga qattiq e'tiroz bildirgan, qarshilik qilgan va Uyg'urlarning shu tug'utni cheklash uskunalarini Uyg'ur ayollariga yerlashtirish orqali Uyg'ur nufusining tabiiy o'sishini to'siganligi haqida qismiga Xitoy qattiq e'tiroz bildirgan. Buning sababi bu moddada agar shu dokladda aslida bo'lgandek e'lon qilinsa, shu milliy qirg'inchilik omili bo'lg'achqa, bu nufusning tabiiy o'sishini to'sish Xitoy hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan milliy qirg'inchilik jinoyati o'tkazganlik bilan dalillar bilan ayblanadigan bo'lg'achqa Xitoy hukumati buni sulandirib moddani to'liq chiqarib o'tmagan, ammo shu modda haqidagi jumlalarning nimasini tonini biroz yengillatgan. Bundan xabardor topdik. Endi bu doklad umumizlik aytganda dokladning tayyorlanishidagi metodologiya qismi qarasak, bu dokladda tamoman Xitoyning o'z manbalaridan foydalanganligini ve 40'dan artıq şahitlarning bergan Uyg'ur qozoq qirg'iz şahitlarning bergan shahidligidan guvohligidan foydalanganligini ko'ramiz. Ya'ni bu doklad bunday aytganda hurmatli doktor Ejran Zandak to'liq ishonishga va Xitoyning shu manbalardan foydalanib xulosa kelgan mutaxassislarning fikrini ya'ni foydalanish nimasini ko'rmagan. Anadaki nurgun xalqaro qurilishlarning, parlamentlarning, hukumatlarning va fikr ambarlarının şu Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi o'tirib qo'ygan paketlarini unimi manba sifatida foydalanmagan. Biz bilgandek sun'iy amro ko'rinishlari orqali Xitoyning shu Uyg'ur va qozoq qatorliq Sharqiy Turkistonning qarindoshlarimizni qamab qo'yishga va mangulik erkinligidan mahrum qilishga ishlatgan jazo lagerlarining ko'payishi. Anadan keyin Xitoylarning Uyg'urlarni turmalarga to'ldirib, ko'zlari bog'liqlik, hammasiga ko'k bir xil kiyim kiygizib, ilib ma'gan shu Xitoy manbalari e'lon qilgan videolar batda ularni ishlatmagan. Ya'ni buni ta'kidlashimning sababi bu doklad Xitoyning o'zining rasmiy manbalarida e'lon qilgan materiallardan bu xulosa kelgan. Şunlaşka bu tarafını alayda ta'kidlash lazım. Anadan keyin bu doklad yana şu hozirgacha 9 milliy parlamentlarning Yevropa parlamentida 27 a'zo, ular bilan 36 parlament bo'ladi. Anadan keyin davlatlar, hukumatlarning, masalan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bu milliy qirg'inchilik bu vahşi cinayetlerini kabul kıldı. Bularning qarorig'imi bakkaligi nima qilmagan. Bu davlatlar, parlamentlar olgan qarordimi belgilik sababga asoslangan. Ya'ni mana sababdan biz Sharqiy Turkistondagi Xitoy yurgizayotgan bu vahşi cinayetlarni irqiy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qildik deb sababini o'tirib qo'ygan bu parlamentlarmi, hukumatlarmi ulardan foydalanmagan. Bunu ta'kidlashimning sababi bu dokladning ishonchlik darajasining yuqori bo'lishini ko'z tutish uchun. Yani tamamen tarafsiz, tamamen o'zlarining asos qilgan manbalari bo'yicha bu xulosani chiqargan. Shuning uchun bu dokladning paydo qilgan ta'siri hali cho'ng bo'ldi. Endi bu doklad yana oldimizdagi kunlarda nurg'un davlatlarda belgilik muzokaralarga va davlatlarning bu doklad haqida belgilik hareketlarni elib berishiga turtki bo'ldi deb qarayman. Dastlabki kirish qismida shunchalik qildim. Endi İlşad Hasan efendim, sizning fikringiz haqida dastlabki tuyg'ularingiz ne? Biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Mehmet To'xtaman deydigan gaplarning hammasini bir-bir qurdab bo'ldi. Takrorlashning hojati yo'q. Men boshda bu dokladni chiqdi deb o'yladim. Çıkıdı dep təsiratımni şahsiyim. Çıkıdı dep bulup ahırkı hepteki geldi, ahırkı günü kelgende apla çıkmaydığa oxşaydı.
deb o'tadim, ammo kompyuterni echib qo'yib bir yoqdan ishlayaptiman, bir yoqdan shu neminingki kishilik huquq ishxonasiningki to'r betini echib qo'yib bir 5-10 minutda bir refresh qilib qarab turdim. Beşlerde birisi bana uçuravatıp 6'dan 6:30'gacha e'lon qilindi dedi. Shuni ola ha deb saqladim. Esimda xatolaşmasam 6'dan 15 atrofida e'lon qilindi chiqdi to'g'rida. Shundan bir tezdan o'qib chiqdim. Tafsili o'qiqdak bo'lmadim bir gün. O'qib chiqib xuddi Abay Mehmet To'xta apandim degandek birinchisi hamdi milliy qirg'inchilik deb Amerika dedi. Bizning tushunchamiz bo'yicha hamda shaxsan o'zimning tushunchim bo'yicha 48-yildagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qabul qilgan milliy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash degan nizomnomasi bo'yicha selishtirib qaragandimi bizningki hozirgi uchrayotgan bu zulm milliy qirg'inchilik o'lchamiga tushidi. Lekin uni tilga olmabdi. Onundan keyin hamda insoniyatga qarshi jinoyatga balkim shuningga tushidi degandek so'z bilan xuloslabdi. Shunla azroq ümidsizlandim. Lekin men baştan deb kelayotgan shu doklad chiqandi, chiqmagandi degan vaqtida men jiqaraq Twitter, social nemelarda jiqaraq aktiv faoliyat olib boraman. Shuningda men degan, mayli o doklad yangilik bo'lamdi, bo'lmamdi. Mening farzimda men bir hafta burun yozgan qo'daymi, yangilik bo'lmaydi dedim. Chunki bütün bizga kerak materiallar hammasi shaxslarningki lagerlardan keçib chiqqanlarning isbotlari bilan Xitoyninki oldingi birinchi qitim, ikkinchi qitim pash bo'lgan hujjatlar bilan bo'libmi? Şinjan Saqchi Arqipi degan nom bilan atalgan 3-turkum, ya'ni bir yil 5-ayning 24-5-i e'lon qilingan Xitoyninki bizning vatanning Qashqarning Konisha bilan O'ljininki tekasqo deymi, ikki nahiyaninki tutilganlarninki rasmlari bilan bu e'lon bo'lgandan keyin hamda milliy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi degan bu kategoriyalarning hammasiga xelali tushidi deb qarayman, shaxsan mening ko'z qarashimda. Ammo azroq xususlashtirgan, uni Mehmet To'xta apandim tafsili qayalarni xususlashtirganlarini tushundirdi. Shuni takrorlamayman. Ammo bu yerda bir narsa meni yana umidlantirgan, oldiga qarab menishimizga bir kuch bo'lgani, bu BDT'dan chiqqan doklad. BDT o'zininki bir ig'irligi bor deb qarayman men xalqaraning. Bo'libmi, hozirgi insoniyatning taraqqiyotida shaxsan mening ko'z qarashimda BDTning qurilishdagi maqsad o'zininki mission chaptersiga qaraydigan bo'lsak, bu Ikkinchi Dunyo urushida yuz bergan Yahudi milliy qirg'inchilikdek shunda baloyi ofatning inson o'ziga o'zi ip keldiganning oldini olish uchun qurilgan BDT. Shuning uchun qonunlari mayli kishilik huquq aktinomasi olsun, mayli milliy qirg'inchilik nizomnomasi olsun, bularning hammasi shuningdan keyin birdan chiqqan, shuning oldini olish. Ammo lekin BDT hozir agar biz qarab kelsak, u vazifasini ado qilolmayapti. Uyg'ur milliy qirg'inchiligini 16-yilning oxiridan boshlangan desak, hozirgacha bosh kotib bir ig'iz Uyg'ur to'g'riliq tilga ip baqqan bir qitimi yo'q. Bir qitim tilga olmadi Uyg'ur to'g'riliq. Aksincha, bulto biz qanchalik chaqiriq qilgan bo'lsakmi, Xitoyning olimpiyasiga berib, ichilish marosimida qatnashdi. Mana deganda xuddi Hitler bilan berib ko'rishganga o'xshash bir nima qildi. Shuning uchun bu BDT'ninki qonuniga, vazifasiga, o'zlarining o'tayotganiga hammasiga xilof bir ish. Mag'lubiyat kuchirdi deb qarayman men hozirgacha. Ammo lekin bu biz birdan bir foydalana oladigan organ. Xalqarada yana. Uningdan boshqa butun dunyoda andimunda qo'soq ko'pigini bo'shitadigan jinoyatni fosh qiladigan boshqa yana bir o'rin biz uchun har bir davlatlarda bor. Ammo u davlatlardagi
o'rinlar yanıla BDT'ga qaraganda yetmaydi. Shuning uchun Amerika ochiq kelgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ba'zi bir organlardan chekinib chiqib ketdi. Ammo lekin yana qaytadan kirdi. Chunki Amerika chekinib chiqib ketsa, uni lo'kchaklar, zo'ravonlar egallab oladi. Shuning uchun Amerika amal yo'q kirib qaytib keldi. Shuningga o'xshash biz bu narsadan foydalanishimiz uchun oningki buningdek bir doklati nayt muhim. Endi bu dokladning yana bir alaylik yeri Abay Mehmet To'xti nayt yaxshi ko'rsatdi. Masalan, bu dokladda biz degan jiq narsalar yo'q. Biz kutgan boshqa davlatlarninki, tashkilotlarninki dalil isbotlari bakchiq emas. Ammo agar biz yaxshi qarasak, Xinjiang saqchi abdidan nayt jiq foydalangan. 30 necha yerida buni qayta foydalanganligini. Ondan keyin mening diqqatimni qo'zg'agani, men oldin qatdida Jokirjininki so'zi to'g'riliq yana. Onunki söz doğruluq, mən bir Xitayçı bir parça maqala yazıb Erkin Asiya Radiosiga bergandim. Ularda e'lon qilindi. Bu Xitayninki so'zi nayt muhim. Buni BDT'nin bu Xitayning so'zidan mı foydalanibdi. Bu demak, bu doklad butunlay Mehmet To'xti efendim öz degandek, hammasi Xitayning o'zining materialidan olgan, o'zining oldiga qo'yib, mana degan. Shuningga Xitoy bu doklad 48 bet PDF bo'yicha. Xitoyninki javobi qancha bet qardinglarmi o'qimayman. 131 bet. 131 bet. Xitoyning bergan javobi. Demak, Xitoy biz shunchalik hamdi umidsizlanib biz degan yer kamapti degan shu doklad Xitoyni chichangishib 131 bet doklad uningga javob yozishga mecbur qilgan bo'lsa bir jihatdan, yana bir tarafdan biz agar qaraydigan bo'lsak, mushu 2 kunda men Twitter qarayapman. Xitoyning butunlay tashqi ishlar ministrining hamma xizmatchisi Twitterga kirgandekli ko'rinadi. Xinjiangda güzellik, Xinjiangda pomidor pişti, Xinjiangda paxt pişti, vaqt to'shdi, rasmlar bilan chiqarib, nima qilyapti desa, tashviqot deb beryapti. Demak, Xitoy andish qildi. Demak, bu doklad garchi bizni %100 rozi qilmagan bo'lsa-mu, ammo lekin bu bizga bir tarixiy burilish ham bizga bir yo'l belgi oldu. Endi bu dokladni elib biz har qanday davlatga borsak, mana doklad. Agar Uyg'ur sotini Xitoy qo'pib, va Angliyadagi bir turkum odamlar qilgan bu Jeffrey Rice degan andoq odam, Xitoy qarshi odam, kommunizm qarshi bu dalalisa, BDT'ninki hozir Amerikadan qalsa mablag'ini beradigan Xitoy 2-chi o'rinda turdi. O'zimi shuning ichida bor. Abay Mehmet To'xti efendim deganga o'xshash oxirgi minutgacha bular to'sab baqqan. Shuning uchun to'sanmadi. Bu naiti cho'ng ig'irligi bor. Bu dokladninki. Shuningga men ilhomlandim. Xo'sh bo'ldim. Endi ikkinchi qadamda biz bu dokladni yaxshi tushunib, Mehmet To'xti efendim degandek tercüme qilib Uyg'urchaga hammamiz bu dokladni o'rganishimiz kerak. O'rganib, buningdan qanday foydalanamiz, nalar gapiramiz, kimlarga ko'rsatamiz? Chunki bu shu kishilik huquq aktinamisi va milliy qirg'inchilikning oldini olish, jazolash qonunini tuzgan organning o'zining bergan dokladi. Shuning uchun bu doklad tarixiy ahamiyatga ega. Uyg'ur davosiga bir qo'ral yengidan bizning qo'limizga tutqizgan. Shuning uchun bu meni ilhomlantirdi. Ko'rib bo'lgandan keyin mash kundagi xalqaraning inkosimi nayt kuchli. Germaniyaning Beijingda turishliq elchisi Xitoycha yezib bu doklad to'g'riliq Xitoyni javob berishing kerak dedi. Bu baxmagan. Uning oldida tashqi ishlar ministrlari bu yerlardan bo'lgan. Ammo Beijingda turadigan bir
devletninki Amerika'nın daim kıvatıdı. Ama bu da Germaniya mı koşuldu? Fransa'nın Tashqi ishlar ministerligi Belsiya bildirdi. Angliyaning bildirdi. Hamda bu dokladni apirib naga apirimiz OIC mi? Organization of Islamic Council. Şu yerga apirimiz. Mana kö. Hamda nima deydi? İmran Xandek özününki imanını qarib qo'yib, vijdonsizlik qilgan musulmon men deb turadigan ashundaq siyosatlarning oldiga kirib, mani kö deb ko'ziga tiqamiz endi. Bu nihoyatda muhim, ham bizni ilhomlantiradigan, hamma narsa biz deganda kamaydi xalqarada. Shuningga shu badin foydalanib bizga berilgan bu qurolni bütünlüğü paylaşmamız lazım. Ben şunundan hoş oldum, ümitlendim, hem ilhamlandım. Rahmet. Miyada kalbini ısıdık, hadimiz, lager şahitimiz yazıp koyup da Allah razı olsun deyip, asli sizlerdek lager şahitlerimize Allah razı olsun. Sizlerin ait çoğun tök koştuğunda müştak dokladlarının oturup çıkışka. Hem de benim bir sualım var. Müşahede şu ahırkı dakikalara kadar yerim, yani Ceneva vakti yerim keçide tabi 5 keçe emas, yerim keçe müştak saklap durdu hem de aşağıyanın vazifesi tüp keçe. Bunun bir ma'nosi bormi? Yani şu dakikaga saklash, Mehmet Hot efendi, siz bunun qanday qaraysiz? Ko'p rahmat. Men ikki turlik ma'no berdim. Bo'lib bu doklad e'lon qilingandan keyingi yuz bergan taraqqiyotlar qarab. Birisi bayatin deganda Xitoy eng oxirgi minutgacha shu genocide, ya'ni milliy qirg'inchilik degan so'zni suslantiradigan butun nimalarni, besimlarni ishlatgan, muvaffaqiyatga erishmagan mening nimamda. Buni biroz turib izohlayman nima deb muvaffaqiyatsiz bo'lganligini. Ikkinchidan, bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq komissari bu xonim Xitoy hukumatining bayatin Ilshot apandim degan 140 necha betlik javob doklatining e'lon qilinishini kutgan. Javob doklati e'lon qilinib, bir qancha minutdan keyin buni e'lon qilinishi shuni ko'rsatdi. Chunki hozir bu dunyoda bir moda bo'ldi. O'sha Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi yoki o'sha g'arb davlatlarida hammasi emas, hamda ba'zilari ministeriyo bo'lib shu vazifasidan tushib ketganlar. Ahiri berib, anaqa jiqmash yuradigan yerdan ish izlaydi. Bu shirkatlarni cho'ngroq Xitoyga munosabatli shirkatlar bo'lib chiqadi. Shunlashqa bu Michel Bacheletmi oxirgi umrida shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi oliy o'rinning kishilik huquq komissarligi bo'lishdek shon sharafni nimqinmay ko'tarib yurmay, balkim bir yerdan ishtamosi bo'lishi kerak deb men o'ylayman. Shunlashqa Xitoyni bek achchig'ini keltirmay deb Xitoy shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doklatiga javoban tayyorlagan dokladni e'lon qilib bo'lgandan keyin buning e'lon qilinishi menga shuni ko'rsatdi. Bayatin degan gapimni qisqacha izohlashim kerak. Nima deb milliy qirg'inchilik deganni tamoman yo'q qilinmaydi deganni. Chunki bu doklad qarasak, dokladda maxsus ikki ana boshliq sifatida modda bor. Ananikin bu moddalar borgan sari shu nimalarda maxsus abzaslar bilan tushuntiriladi. Endi bu moddalarning ba'zilari qarasak, shu ana boshliqni ko'ramiz nimada. Anadagi shu nüfusning tövellab ketishi, anadan keyin oilalarning vayron qilinishi, shu boshqa reproductive rights deb maxsus bir nima bor. Bunada tug'ilish yoki o'sish nisbati nüfusning ko'payish huquqi yoki tug'ish huquqi degan gap. Anadan keyin yana birisi family separation and reprisals deb maxsus modda bor. Shu moddalarga kirsak, u birisi 40-betda, yana birisi 36-betda. Shundan kirsak hamda nimani ko'ramiz deganda Uyg'ur nüfusining 2017-yildan 2019-yilgacha Xitoyning o'zlari chiqargan yillik kitobida nihoyatda tez suratda azayganligini songacha uni ko'rsatgan. Bu aziyishni Xitoy nüfusining, ya'ni millati Xitoy bo'lgan bir bola tug'ishga ruxsat qildigan Xitoy nüfusini silishtirgandan undan hassalab
azayganligini ko'rsatib. Bu nima deb buni alayda ta'kidlayman deganda, nüfusning tabiiy o'sishini tizginlaydigan tadbirlarni ilish shu milliy qirg'inchilik ahdinomasidagi milliy qirg'inchilikqa bergan aniqlamining birisi. Anadan keyin oxirgi nimada hamda shu family separation, oilalarni ayirib o'tish deganda bolalarni bir guruhdan bir guruhga yetkash. Bu milliy qirg'inchilikning aniqlamasining birisi. Gerçi bu doklad milliy qirg'inchilik deb atamagan, ammo milliy qirg'inchilikning ikki omilining yuz berganligini meyda o'tirib qo'ygan. Hatta menimcha bu doklad shu bo'libmi mush ailelerinin ayrı ötülüşü ve balalarının bir gruptan başka grup yetkilişini məxsus tema qilish arqali milliy qirg'inchilik aniqlamasının ikki maddasini məxsus tilga ilish arqali mesela bizning Uyg'ur sotini bergan qarorida shu nüfusning o'sishini tizginlash tadbirlari degan modda bo'yicha shu milliy qirg'inchilik ahdnomasining bizning Uyg'ur soti shu bo'yicha uni Xitoyning Sharqiy Turkistonlik jinoyatini milliy qirg'inchilik deb atadi. Anadan bu nimada dokladda bolalarning ayirib o'tilishi maxsus bir tema sifatida 4 betlik oldi ishlanishi buni ko'rsatadi. Anadan keyin yana birisi Xitoylarning hozirgacha bazaga solgan shu tarbiyalash maktablari deganni Nayta Xitoyning o'zining ichki materiallari, o'zlarining oshkora materiallaridan, statistikalardan, anadagi e'lon qilgan aqtash kitoblarga qarab, buning amaliyotda nima emasligini, tarbiyalash maktabi emasligini, buning turmiga o'xshash bir o'rin ekanligini, buni nayta sukirmigidek darajada isbotlayotgan. Shunlashqa Xitoyning hozirgacha biz bu Uyg'urlarni tarbiyalayapmiz o'yo, hukumat ularni beqiyotdi, ish yo'qlarga Ünür yo'qlar, unaga ketyapmiz degan gaplarning hammasini bechitib bu doklad. Xitoyning o'zlarining nimasi orqali. Anadan keyin yana ilgarilab borsak bu dokladda shu insoniyat qarshi ishlangan jinoyatlarning bir qancha turlik omillarini uchirta olamiz. Ya'ni insoniyat qarshi ishlangan jinoyat, irqiy qirg'inchilik va urush jinoyati xalqaro jinoiy ishlar qonunida vahshiy jinoyatlar, ya'ni atrocity crimes mush kategoriya bo'yicha mangadi. Endi milliy qirg'inchilik jinoyatiga doir 5 jinoyat omili bor. İnsaniyat qarshi ishlangan jinoyatning bo'lsa 10 turlik omili bor. Shu 10 turlik omillardan bu doklad bir qanchisini, ya'ni u yerdagi qiyin qistoqlar, tan jazolari, andan keyin ruhiy jazolar, andan keyin diniy, madaniy va til kimlikni ifodalashdagi zulmlar, anadagi insonlarning xususiy erkinligi, masalan oilada ixtiyoriy yashash, anadagi insonlarning harakat qilish erkinligi, insonlarning xizmat qilish va emgakka munosabatlik erkinlik, shularning hammani ayrim ishlagan. Eng muhimi bu dokladda shu necha yillardan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur tashkilotlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir qancha komitetlarga yo'llagan materiallar bor. Bu komitetning birisi Committee Against Torture, ya'ni qiyin qistoqqa qarshi turish komiteti. Yana birisi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining majburiy g'oyib qilinganlar va ixtiyorsiz yo'qolib ketganlar komiteti deydigan bir komitet bor. Anadagi yana birisi shu her turlik irqiy ayirmachilik va tan jazosiga qarshi turish komiteti degan komitetlar bor. Bu komitetlarga yo'llagan dokladlarning hammasi bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu dokladida birdan bir tilga ilingan. Ya'ni shu bo'libmi Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu haqida qilgan xizmatlarining natijasi bu dokladda buni men deb chiqqan. Endi eng muhimi shu g'oyib bo'lganlar meselesi shu bizning tashkilotlarimizda bo'lsin, chet eldagi Uyg'ur qarindoshlarda bo'lsin, nihoyatda ko'p tilga ilinadi. Bumi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nimasida, bu shu dokladida jiddiy holda tilga ilingan. Buningda shu 2016 yildan boshlab nurg'un shikoyatlarning kelganligini,
Anadan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı'nın münasebetli komitetlari Xitoydan qayta uçur talep qilganligini, Xitoyning uçur bermaganligini, hatta shu doklad tayyorlanib 2022 yılı 3. ayda mı Xitoydan resmi uçur talep qilgan. Narsalarni biz mana hujjatinglar mavu bizning sizlarning e'lon qilgan aqtashli kitob va boshqa statistikalardan chiqargan xulosamiz mavu manga uçur beringlar desa, Xitoy bunga javob bermagan. Eng oxirida shu tağdek toplangan paketler, insanların, teşkilatlarının şikayetleri ve bu şikayetler asasında Xitaylarning ichki qismidagi ve aşkar e'lon qilgan belgilemeleri, anadaki aqtashli kitoblari ve başka şu resmi uçurlar bo'yicha bu doklad tayyorlangan. Endi bu dokladning Xitoyni qattiq bearam qilgan narsa bayotim men degandek birisi shu irqiy qirg'inchilik jinoyatining ikki omili bu dokladda maxsus to'xtalgan. Yana birisi bo'lsa Xitoy hukumatining Uyg'ur va Qozoq qatorliq Sharqiy Turkiston xalqiga yurgizgan shu majburiy emgakka munosabatli holda yurgizgan siyosatini qullashtirish deb atagan enslavement maxsus. Bu hozirgi dunyoda insonlarni qulga aylantirish yoki qullashtirish shu insoniyatga qarshi ishlangan jinoyatning eng boshda keladigan nimasi. Bu jinoyatni davlat ishlaydi. Ya'ni davlat o'zining soqchisi, soti, askari, butun davlat kuchidan foydalanib bir millatni qo'llashtirgan degan hukm bu dokladda aniq uchraydi. Hatta shuni asos qilib turib Xitoy hukumatining qilgan jinoyatlari insoniyat qarshi ishlangan jinoyat bo'lishi mumkin degan, bu yerda mumkin degan so'zdan nurg'un qarindoshlarimiz cho'chib ketgan. Nima deb buni jinoyat deb qaramay mumkin deydi. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın o'rni sot emas. Ama şunun ahir şu mümkünçilikten kaynidiga şu etrafdagi jumla qarasak, bu mesele bu jinoyatlarni bekitadigan o'rin xalqaro jinoiy ishlar qonuni, International Criminal Law deb barmiqini ko'rsatgan. Xalqaro jinoiy ishlar qonuni bo'yicha muomala qilish kerak bu masalalarga deb. Xalqaro jinoiy ishlar qonuni nimaga qarab chiqadi? Bu shu vahshiy jinoyatlar deb qaralgan 3 xil jinoyat qaraydi. Birisi urush jinoyati, birisi milliy irqiy qirg'inchilik jinoyati, uchinchisi insoniyatga qarshi ishlangan jinoyat. Ya'ni bu doklad barmiqini shu xalqaro jinoyat qonuniga qaratish orqali shu xalqaro jinoyat qonunini ijro qiladigan o'rinni ICC deb atalgan xalqaro jinoiy ishlar soti, International Criminal Court. Ayaga barmaqini ko'rsatib qo'ygan. Jinoyatlarning doirasi xalqaro jinoiy ishlar qonuniga kirdi. Bu qonunni ijro qiladigan o'rin xalqaro jinoiy ishlar soti jinoyatlarga o'rinlar qarash kerak degan iymoni bu yerda berganligini ko'ramiz. Shunlashqa Xitoyning chichangishib ketishi, o'zini bosolmay qilishimi shundan derak beradi. Shunlashqa bayotin Ilshot apandim degandek bu dokladning har bir moddasini to'liq o'qib chiqishga to'g'ri keldi. Albatta bu dokladning jiq xomiyalari bor, ammo bizga o'xshash shunday holatdaki boshqa millatlar uchun chiqqan dokladlarga qarasakmi, shunchalik kuchlikda chiqqan dokladlar nayt oz. Anadaki Xitoyning shunchalik besimi qaramay turib bu dokladning chiqishimi, ya'ni yolg'iz bu yerda Birleşken Devletler, ya'ni Michel Bachelet'ning prinsipi tug'anligi emas. Uyg'urlarning dunyodagi shu kuchli davlatlarni va kuchli tashkilotlarni safarbar qilib Xitoyning besimidan ishib ketgan besimni Michel Bachelet va Birleşken Devletler Teşkilatı'ga paydo qilganligini ko'rsatdi. Shunlashqa bu dokladniki bizning hamda bu dokladimizning ib ketadigan bir qancha narsa bor. Shuni men qisqachalam deb o'tay. Birisi Xitoyning shu Sharqiy Turkistonda terrorizm, tashqulluq va diniy radikalizm bor. Shuning uchun biz bu tadbirlarni oldik. Bu doklad buni bekitib qo'ygan. Ya'ni Xitoy hukumati terrorizmni bahona qilib bo'shlarni qilolmaydi. Ikkinchidan Xitoy hukumatining shu tarbiyalash markazi deb atalgan shu jazo lagerlarini bu doklad buning tarbiyalash nimasi emasligini, buning turmuga o'xshash o'rin ekanligini muayyanlashtirgan. Anadan keyin yo'qolib ketgan Uyg'urlar haqida maxsus bu dokladda bir modda.
anadan keyin Uyg'urlar nüfusunun tövellayotganligini, bu yerdagi bo'layotgan bütün shu vahshiy jinoyatlarning hech qanday Xitoyning o'zining qonuniy va asos qonuniga xilof holda bo'layotganligini, anadan keyin Xitoyning shu jinoiy ishlar qonuni va Xitoyning asos qonunining bu bizning vatanda yuz berayotgan bu jinoyatlarga yo'l qo'ymaydiganligini Xitoy hukumatining o'zining shu jinoiy ishlar qonuniga va asos qonuniga xilof qilganligini, mush orqali Xitoyning xalqaroda aylantirib yurgan ta'tir tashviqotining hammani bir tepik bilan tepayotgan bu doklad. Shunlashqa bu dokladning kam qismlari onu hammamiz o'xshash fikrda Dilshod apanim degandek, ammo ortiqchiliklarini ko'rish kerak. Bu dokladni to'liq ishlatish kerak. Bu doklad har qanday qonun organlarida dalil bo'la oladigan doklad. Bu dokladning xulosasi har qanday dalil sud organlarida dalil sifatida ishlatkili bo'ldi. Shunlashqa bu dokladni bizga akiladigan xalqarodagi bizning harakat qobiliyatimizni va harakat doiramizni kengaytirishda, o'stirishda favqulodda rol uchun. İlshad Hasan efendi, bilsiz nurg'un davlatlar xalqaro jamiyat deylik, shu Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini uchiq oshkora tanqid qilishni qo'rqaydi, xohlamaydi. Endi ma doklad chiqqandan keyin bu haqda texmi umidingiz bormi yani? Albatta ümidim var. Aldı bilan onunla keskin cevap veriyoruz gerek. Ümit var. Abey Mehmet Tohta efendime dedi. Bu dokladning ki ahirki minutda chiqishida deb. Menimcha bu yerda men yanıla Michelle Bachelet xonimga azroq bir g'ayratiga, ahirki minutdagi g'ayratiga hurmat bildiraman. Chunki BDT'ning bosh kotibi bo'lgan Guterres efendim hozirgacha bir og'iz gap qilmadi. Bunda deganda Michelle Bachelet xonim shu Guterresga ishlaydi. U adam bir og'iz gap qilmadi. Endi biz buning kaynida qanchalik kurashlar bo'ldi biz bilmaymiz. Ammo biz xalqarada bo'libmi Amerika, Kanada ishlagan Mehmet To'xta efendim balki BDT'ga qarab boqgan. Ahirgi bu dokladning chiqmasligini Michelle Bachelet xonim shu ayol belgilaydi. Chiqimiz desa chiqidi, turib tursin desa turib turadi. Shuning uchun mushu nuqtani aytgan vaqtida men Michelle Bachelet xonimga yana hurmat bildiraman. Mayli u qanchalik nim bo'lsin. Chunki Abay Mehmet To'xta efendim bir muhim nuqtani aytib o'tdi. Latin Amerika olsun, bütün devletlerde, Chile'dek bir devletlerde Xitoyning qo'li xeyli uzun, bütün şirketleri kontrolü de. Bu ayol berib ishga basa, Mehmet To'xta Abay degini nayt yaxshi bir misolni keltirdi. Neni şirketler batdi, balki bu ayolga pul verib, bekor uyda yetib turib, bizga bir konsuliya benim bu pesangli boludu degan nam bilan keyingi hayotiga. Hammamiz turmushning hali yaxshi bo'lishini xohlaymiz. Ammo oxirgi bir minutda buningda ching tudi bu ayol. Shuning uchun yana mening deydiganim hurmat bildiramiz. Mayli oxirgi minutda bo'lsin, mayli uni azroq xususlashtirgan bo'ldi deyli. Ammo lekin bu dokladning menga umid bergan yeri nima deganda insoniyatga yana bir qitim uyg'unishga chaqirdi. Şu qolgan insonlarga o'xshash bo'lgan biz Uyg'urlarningki, yana insoniyat madaniyatiga to'kpi qo'shgan bir millatning yo'qolib ketishiga yo'l qo'ymaydiganligini, shu insonlarningki albatta u yer bir Michelle Bachelet xonimlar emas. Shu dokladni yozgan naiti ko'p xizmat xodimlarimi bor. Ularmi ching prinsiplarni tudi meningcha Michelle Bachelet xonimning bu dokladni e'lon qilishiga balkim turtki bo'ldi. Uningdan boshqa davlatlarmi jiq bisimlarni qildi. Shuning bilan Xitoy bisim qismi qilgan bo'lsa-mu, boshqa davlatlar bisim qildi. Xitoy to'saymi dedi, boshqa davlatlar e'lon qilsa deb bisim qildi. Shuning uchun bu yerda ikki tarafning kuch ilishdi. Oxirgi natija haqqoniyat ustunlikni egalladi. Buningdan biz ko'ra olamiz, biz insoniyatga umidvorlik bo'lishimiz kerak. Umid bu yerda
can bar yerde ümit var, ümit bar yerde can bar. Biz halkı selbi tarafını qarab, bu bomba diye tügüde desek, biz özümüz tüytüytimiz özümüzni. Şunun için menimce bu dokulat tekimicik devletlerini uyg'utudu, tekimicik siyasonlarni uyg'utudu, ularning vicdani savol so'rashiga o'zining oldiga qo'yiladi. Shuningga albatta men umid bilan kutaman buniki. Bundan keyin teximijik davlatlar qo'shiladi, menimcha Amerikaga, g'arb dunyosiga, yana erkin dunyoga. Chunki dokladning e'lon qilishi shu bir signal. Haqqoniyat tik turish kerak degan signal. Bu haqqoniyatning tik turishi Xitoyninki abtibishirisini ochdi. Masalan, Xitoy ta tunugin shu birnakunmi shu report chiqishcha doklad. Xitoy Michelle Bachelet xonimni maqtab yurgan. Uni yana papilab turgan. Ama tunuginki Xitoyning tashqi ishlar ministrligining bayonotini ko'rsak, Michelle Bachelet xonimni Amerikaning ishti, g'arb dunyosining quroli, qo'rchig'i, u deb haqoratlashga boshladi. Balkim atugin Nimetya o başkatibning ismi Guterres efendim. Onu mitillashga o'tidi. BDT'ni hammani deyishga o'tidi. Xuddi ba'zilar yezib qo'yibdi-ku. Agar xafa bo'lsa Xitoy chekinib chiqsin BDT'dan deb, chekinib chiqib ketolmaydi. Demak, bu yerda bu dokladning chiqishi haqqoniyatning bir yangishi. Bu yangi degan gap biz insoniyatga, insoniyatning madaniyatiga, insonlarning vijdoniga, haqqoniyat turish irodasiga ishonishimiz kerak. Albatta, oldi bilan o'zimizga ishonishimiz lozim. Abay Mehmet To'xtay yana bir narsani yaxshi ta'kidladi. Bu dokladning chiqishiga birinchi Uyg'urlar sabab bo'ldi deb qarayman. Mayli lagerning shohidlari bo'lsin, abay rahmat etib yozgan nimte qalbinur xonim bo'lsin, mayli qolganlar bo'lsin. Bu şahitlarning buni dunyoga anglitishi, o'zininki ko'z yoshlari bilan uyg'otishi dunyoni. Uningdan keyin tashkilotlarning tirishchanligi bilan. Bo'libmi bu yerda men o'zim qurultayning bo'lganligidan emas, London Uyg'ur soti 12 oyning 9-i yakunni chiqirib bo'lgan kunning ertasiga agar qarasanglar, Michelle Bachelet xonimning bayonotchisi bayonot berib, biz Londondagi bu sotninki yakunini va ularning to'plagan materiallardan foydalanib bizning dokladimizni e'lon qilamiz dedi. Bu demak, bu London sotninki roli nihoyatda muhim. Buning ichida albatta yanali shu shohidlar berib, hammasininki ko'z yoshlari, jig'zorlari. Demak, biz tirishsak dunyoni manguzalaymiz, chitirtalaymiz. Biz tirishdik, bugungi kunda BDT'ning bu dokladi milliy qirg'inchilik, insoniyat qarshi degan biz ayblayotgan davlatlarning Amerika, Angliya, Fransiya bu davlatlarningki buni muqimlashtirganiga bir tamg'a urib berdi. Manda deganda BDT'ning bu bir tamg'a. Endi abay Mehmet To'xtay efendim bir qo'r tushandi dedi. Mening shaxsan tarix aqtirish orqali tushunganim milliy qirg'inchilik bilan insoniyatga qarshi men Germaniyada ipagan Nuremberg trialda ekan. Shuningki materiallarini xeyli jiq o'qidim. Bu yerda insoniyatga qarshi degan bu jinoyatni Lauterpath degan Angliyalik bir Yahudi adam. Bu adam xalqaro qonunga kirgizgan ekan. Milliy qirg'inchilikni Rafael Lemkin. Bu ikkalisi hozirgi Ukrainaning Lviv shahrida o'qigan. Ikkalisi Yahudi, birisi Angliyada, birisi Amerikada o'lib ketgan. Ikkalisi xalqaro qonuniga ikki hukmni kirgizgan. Biz hozir foydalanayotgan kishilik insoniyatga qarshi jinoyatni isbotlashga texmi oson, konkretlashtirishga qulaylik deb to'naydi ekan, hamda shu vaqtida.
Şununla Nuremberg trial'da asasen insaniyetke karşı cinayet bilen ayıplagan hammasini. Ben bularnikin bir kur qarab chiqdim. Genocide'ni o vaqtida bir ikki qitim tilga olgan, ama o qonunmi bo'lmagan shu vaqtida. Lekin asosan shu insoniyatga qarshi. Keyinda bu xalqaro sotini qurilgan vaqtidami ko'pincha keyslarda asoslangani insoniyatga qarshi jinoyat. Chunki insoniyatga qarshi jinoyatda mening tushanchamda shu keyslarni qarash, sotlarning dokladlar aslimlarini o'qishda. Buningda har bir adam o'zininki jarayonni, masalan bizning shu shohidlarimizning jarayoni o ashada turg'izg'ini bo'ladigan insoniyatga qarshi bir keys bo'la oladi ekan. Milliy qirg'inchilik kelgan vaqtida u bir millat, bir guruh, bir tashkilot yoki bir e'tiqoddagi guruh bularga qartilgan bo'lg'achqa konkretlashtirishda sotninki belki mazrak qiyinchiligi bormi, hamda uni men Mehmet To'xta apandim yaxshi tushundirish kerak. Keynida Mehmet To'xta tushundirib oldi. Hamda shu taraflarini azroq mening buni deyishim tavsiyarim. Bizning jiq qonunshunoslarimiz var. O'qib eqib, unaniki xalqimizga bularning farqlarini bir oddiy o'simi tushundirib qo'ysa yaxshi bo'ldi-ki deb qaradim. Chunki men ashunga qarab, bu ilqi insoniy milliy qirg'inchilik demabdi deb bakmi xafa bo'lib ketmadim. Chunki ikkisi o'xshash jinoyatga, burunqilarning ko'pinchisini shu insoniyatga qarshi deb turib jazolagan asosiy qismiga hisoblandi ekan. Rahmat. Şu mənə qarab baxsam bu, Xitay hiçbir zaman işini aşmağandan keyin, endi bunu işini içişə bir mecburiyet yaratdı. Mesela dünya birleşip, hem yani bir mümkünçülük var, biz qarab tekşirib baxaylı deb. Mən her zaman mesela şu interview qılsam, mesela şu İran meselesini oturuq qoymanda. Mesela İran belki deyimiz atom bombası yasabatıdı, mümkünçülük var degan çağda dünya bularını sanction qıldı. Şunu ular sanction şunu qaldırış üçün mecbur işini içip kep körüp yakınlar deydi de biz şununla mecburlaşmamız gerek. Mehmet To'xta efendim sizden bir sözünüze baksak. Ben hem de elbette 11. ayda 70'e yakın halkaralık mütehassıs Kanada'dan 3-4 halkara kanun advokatları katmışıdı. Brüksel'de Dünya Uyghur Kurultayı ve başka teşkilatlarının hemkarlaşıp orunlaştırışı bilen çoğun bir müzakere yığınımız oldu. Müzakere yığında ben Kurultay reisi hürmetli Dolqun İsa efendimden şunu talep qilgan. Hiç olmasa bir yarım 2 gün şu kanuni cihetten Şarkı Türkistan davasını dünyadaki şu halkara kanunu icra kıldığı organlarga kötürüp çıkış için bir kalıcı getidigan bir yarım günlük bir nima orunlaştıraylı deb. Bu bek muhim. Hem de bunu tekst süptede okuş ayrım mesele. Bayatın İlşat efendim degandek bunun kanun közüdün okuş ayrım mesele. Bu yerde deyilgen her bir nese halkara kanundaki, halkara cinayetler kanundaki, anadaki halkaradaki şu vahşi cinayetler kategorisi kılgan kılmışlar verip takıldı. Şunlaşka bu kılmışların her birisinin körüldüğün bir yeri var. O bozumu şu halkara cinayetler soti. Anadan keyin Xalqaro adolat divani, anadan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, shu umumiy kengashi degandek bir muncha xalqaro organlar bor. Undan boshqa Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qiyin qistoq qarshi komiteti against torture, anadan keyin butun irqiy va milliy ayrimchilikni amaldan qoldirish komiteti, qiyin qistoq va har xil shakldagi jismoniy azaplarını yok qilish komiteti degandek nurg'un komitetlar var. Şulaşka bu dokladning baradigan ve bu dokladimiz ip baradigan yerler xilijiq. Onun bilan qolmaydi. Nurg'un g'arb davlatlari mishada deyilgan jinoyatlarni o'zlarining ichki qonunlarida cheklagan va buni jinoiy qilmish deb atagan. Şu qarindoshlarni ba'zilar bilish lozim. Falun Gong Jiang Zeminni İspanyada sotqib olgan va Falun İspaniyaga Jiang Zeminni kirish cheklangan. Shunga o'xshash boshqa davlatlarda bu shunday omillar bor. Shunlashqa Dunyo Uyg'ur Qurultayi 11 ayda mening his qilishimcha bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doklad chiqqandan keyin shu
yig'in qatnashadigan xalqaro mutaxassislar bo'lib qonunchilar bilan shu masalalarni bir nima qiladi. Yaqinda Kanadadami biz bilan mana shu ikki muhim tashkilot birlashib Uyg'urlarga adolat degan mavzu ostida Uyg'ur Sharqiy Turkiston davosining qonuniy ramkalari va dunyodagi davlatlarning harakat qila oladigan imkonlari degan shu nimani tadqiq qilib 70 necha betlik bir roadmap, yo'l xaritasi sizib chiqqan. Buningda xalqaro nimalarni qila olamiz, xalqaro qonun bo'yicha nimalarni, davlatlarning ichki qismida nimalarni, xalqaro organlarda nimalarni qila bo'ldi. Hammasi tuzilgan. Buni endi bu yo'l xaritalari tuzilgandan keyin buni mutaxassislar bilan paranglashib, biroz fikrlashib, endi bu qonuniy yo'llarni ilib berish bilan bu qonuniy ilib boradigan yo'llarni qanday qilib siyosiy harakatga aylantiramiz. Bu nuqtadami shu 11-oyda boradigan mutaxassislar ichida xalqaro siyosat, anadan keyin shu davlat boshqarish qatorliq mushularda tajribasi bor mutaxassislar qatnashadi. Birisi qonuniy yo'l. Buni bu dokladdan chiqaradigan xulosamiz. Endi qonuniy yo'lni mangimiz, lekin qonuniy yo'lni menish bilan birga shu ilib berayotgan qonuniy terishchanliklarni qanday qilib siyosiy harakatga aylantiramiz. Siyosiy harakat deganimiz qanday qilib buni hukumatlarning siyosiy programmaga kirgizamiz. Endi buni qilish uchun hozir qurultay boshlig'idagi tashkilotlarning xalqaroda dongliq 300 dan ortiq tashkilotlar bilan yaqin hamkorligimiz bor. Bu 300 dan ortiq xalqaro organlar bilan qanday qilib ommaviy bir safarbarlik boshlab davlatlarga va xalqaro organlarga besim qilib hem qonuniy jihatga yetmoqchi bo'lgan g'oyamizga yetimiz, hem u g'oyaga yetish bilan bu qonuniy jihatdan mangan yo'lni siyosiy harakatga aylantirib davlatlarning shu ichki siyosat tarkibiga buni qanday siyosiy harakat planini qilib kirgizamiz. Bu yerda bu dokladning shu yaqinda biz qilmoqchi bo'lgan, qurultay qilmoqchi bo'lgan Sharqiy Turkiston davosini siyosiy va qonuniy o'rinlar ko'tarib chiqishni iborat. Shu ikki g'oyamizga buning foydasi bo'ldi deb qarayman. Shunglashqa qarindoshlarimiz buni yolg'iz dokladlar deb tushuna olmasligi kerak. Buningdan bizning endi chiqaradigan xulosamiz va buningdan ilhomlanib buni ikkinchi bir saviyaga, ikkinchi bir baldoq ko'taradigan imkonlar bor xalqaroda. Endi yana shuni deb qo'yish kerak. Agar bu dokladni doklad chiqdi deb qarab qalsak, bu qog'oz ustida yozib qo'yib qoladi. Bundan qanday foydalanish? Eng muhim masala shu. Dokladni o'tdi deb buni talash-tartish qildigan yeri yo'q, lekin xalqiliq bizga foydali yerlarni biz qanday foydalanamiz, buni qanday qilib o'zimizning manfaatimizga ishlatamiz. Eng muhimi shu. Anadan keyin shu bir qancha minut men shu dokladning recommendations, ya'ni shu tavsiya qismida tilga olingan bir qancha moddalar haqida to'xtalishni muvaffaq ko'raman. Birisi bu doklad Xitoy hukumatidan birinchi moddada shuni talab qilgan. Shu chiniqish markazlari, tarbiyalash markazlari degan o'rindagi, turmadagi va boshqa qamoqxonalardagi erkinligidan mahrum qilingan barliq shaxslarni darhol qo'yib bergan. Prompt stamps to release. Darhol tadbir ilib, darhol qadam besib, bularning hammani qo'yib bergan. Chunki seni bularni tutishing qonunsizlik degan. Birinchi modda bu qarindoshlarimizdan jiqlarimizning nimasiga his tuyg'usiga tarjimon bo'ladi bu talabchi. Shuni o'qish jarayonida men o'zim bo'g'ilib ketib qoraman, chunki mening nurg'un tuqqanlarim shunday holatda. Anadan keyin yo'qab ketganlarning ahvolini oilasiga bildirgan. Bular nerede turayotdi? Bular hayotmi? Anadan keyin yo'qab ketganlarni tepib, sen shular bilan bularning urug' tuqqanlari o'ttirasida bir uchur aloqa kanali aç deydi. Ya'ni bularni aloqalashdi, bu qilganing bo'lmaydi deydi ikkinchisi. Uchinchi omil hozir shu Sharqiy Turkistonda yurgizgan siyosatlaring haqida o'zingning shu davlat bexatarligi, terrorizm qarshi nima qonun va
az sonliqlarning huquqiy qatorliq mushu qonun bo'yicha jinoiy ishlar qonuni emas. Asos qonunimiz mushu o'zing yaqinda chiqargan bu qonuning bo'yicha bizning vatanda bo'layotganlarni biz silishtirib baq. Senin o'zingning hatto mushu terrorizm qarshi qonuningdagi moddalarni mala xilaf shunlashqa bundaq ayrimchilik maxsus bir millatga qaratilgan bularni bozaq qilgan bundaq narsani qilolmaysa shunlashqa bularni darhol bekor qil deyapti. Anadan keyin mushu bizning vatandagi bo'libmi mushu tarbiyalash markazi deb sen atib olgan bu nimani tavsiyani Xitoyga beryapti-da. Mishadagi her xil ayıplashlar bor. Anadan keyin jinoiy qilma, ya'ni qiyin qistak, jinsiy jihatdan bozaq qilish, ularga yomon muomalada bo'lish, ularni majburiy do'rish, ularga majburiy emgak qilish, o'lib ketganlar. Mushaqini sen tekshirish ilib bor. Yani degani hozirgacha yolg'on deb kelding, bu yolg'on degan bilan ish bitmaydi. Sen buni tekshirish ilib bor. Anadan keyin sen mushaqqada Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qiyin qistakka qarshi komiteti, anadan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkilotining barliq irqiy ayrimchiliklarni bekor qilish komiteti, anadan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro organlarning mustaqil shu kuzatish nimalari bilan hamkorlashib, ashar bo'layotgan jinoyatlar va qilmishlar qarta shular bilan hamkorlash deb Xitoy qilib qo'yadi. Anadan keyin shu nazorat qilish, shu elektronlik nazorat qilish sistemasini bekor qil deyapti. Anadan keyin dunyodagi shu xalqaro International Labour Organization xalqaro emgakchilar tashkiloti demdoq emgak tashkiloti. Mushular bilan shu xalqaro emgak tashkilotida belgilangan nima bo'yicha Uyg'urlarning haq-huquqlarining shu majburiy emgak va qulluq emgigi qatorliq shu masalalarni shu o'lcham bo'yicha bir tekshirib chiq. Bu sen imzo qo'ygan 111 va 122 moddalar qulluq emgak, majburiy emgakni bekor qilgan. Anadan 2014-yil protokolni esa imzolagan 29-modda, 105-moddada majburiy emgak haqida sening va'dang va imzola buni amal qil deyapti. Anadan keyin shu Uyg'urlarga hammasiga pasport va bularning chet elga chiqib, urug'-tuqqanlar bilan ko'rishib, hol-ahvol bo'lishiga hech qanday jazoiy tadbir qo'llanmasdan bularning erkin nima qilishiga, harakat qilishiga ruxsat qil deyapti. Ya'ni buni men uzarta olaman. Qolganlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bergan tavsiyalari va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining munosabatli butun komitetlari bu masalaga jiddiy qarash haqida, buni uzluksiz kuzatish haqida Xitoy hukumatidan bu haqida shu ishchilar huquqi deydi, anadan keyin g'oyib bo'lganlar komiteti shu maxsus tarmoqlar bo'yicha buni surishtirishni doim qilib turish kerak deb shunda davom qiladi. Shunlashqa bu yerda o'tirib qo'yilgan talablarga shunday qarasak, necha vaqtdan beri Uyg'urlarni o'tirib qo'ygan talablari, tashkilotlarning o'tirib qo'ygan talablari. Shunlashqa bu dokladning yolg'iz xalqaro organlarda ta'sir qilgan paydo qilgan ta'siri nuqtasidan bu o'tirib qo'ygan talablar muhim bo'lib qolmasdan, balki bu talablarga qarasak Xitoy hukumatining qanchalik darajada vahshiylashib ketganligini, insonlarning pasporti, insonlarning bir harakat qilish erkinligi, anadan keyin shu tarbiyalash markazlarida turmalarga solayotganligi hammasi shu ba'zi demagan gaplarni men tavsiya qismida degan, ya'ni butun insonlarni qo'yibdi. Shunlashqa bu dokladning bizga aytiladigan nimasi favqulodda cho'ng. Eng oxirida men qarindoshlardan talabim, tashkilotlardan yaqindan bu yana shu nimalar to'xtab qoldi, guvohliklar to'xtab qoldi. Guvohliklar cho'qim davomlashishi kerak. Anadan keyin tashkilotlarni bu guvohliklarni ratlash, tarjima qilish, bularni arxivlashtirish, bu ishlarga sal qaramaslik kerak. Ma doktor nurg'un xalqaro Birlashgan Davlatlar Tashkilotining organlariga talab va tavsiyalarni yo'lladi. Bu organlar cho'qim qurultoy bilan boshqa tashkilotlar bilan aloqalashish mumkin. Yangi uchurlar texmi muhim lozim bo'ldi. Anadan keyin Xitoycha bilgan qarindoshlarimiz Xitoyning ichki qismida bundan keyingi o'zgarishlarga va shu belgilangan siyosatlarga diqqat qilish kerak. Andamanda men vaqtim nima kelib qolsa, shu videolar chiqib qoladi torbatlarda, bularni saqlab qo'yish kerak. Anadan keyin eng muhimi shu 2017-yildan boshlab da'vataman qarindoshlar o'zlarining urug' tuqqanlari,
qo'shnilari, savodoshlari, xizmatdoshlari, shularning ismlari, bo'lsa jutlari, shularning hammani yozib qo'yish kerak, chunki ertaga unutib qoldi. Mush o'zimizning yo'qolib ketganlar osmondagi odamlar emas, o'zimizning urug' tuqqanlari. Qo'shnilarimiz, savodoshlarimız, ishdoshlarimiz, mahalladoshlarimiz, yurtdoshlarimiz. Shunlashqa bu arxiv tutishni qat'iy davomlashtirish kerak va buni texnik tutish kerak. Shu dokladdan ma'lum bo'lgan narsa qo'limizda arxiv bo'lganda shunday dokladlar chiqadi. Bo'lmasa va mening bir tuqqanim borda yo'qolib ketdi, ismini bilmayman. Ya u gaplar bilan ishlaydi. Hammani yozib qo'yish kerak. Eng oxirida aytgan gaplarim shu. Vaqtmi birga berib qolibdi qarindoshlar. Bu suhbatni nihoyat yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni mening oxirgi xulosam bo'lsa, bu doklad hamda Uyg'urlarga foydali deb ko'rdim. Dastlabda men bu sal bir bo'lgandim, ba'zi so'z iboralarni ko'rib, oxirgi gaplarni elib shuni bu ekrannimni yiptay. İnşallah Hasan efendim oxirgi so'zlaringiz bo'lsa. O'zingiz ovozingizni Jiq gap bo'ldi. Hammanglarga rahmat. Eng muhimi biz. Bizni qutuldirgan biz, Uyg'urlar, Uyg'urni qutuldira oladi. Boshqalar bizningki turtkimiz bilan biz uchun yordamda bo'ladi. Biz Uyg'urlarning bir og'iz gapi bor. Bola yig'ilmasa, ana amchak samaydi. Shuning uchun yig'lash deganlik rostla shu kunda yig'lash emas, harakat qilish. O hareketlerninki konkret inçikilep mansak yani 2 saat 3 saat sözlesek oldu. Hareket kılış hemmimiz özümüzden başlayılı. Günde ekranı verilip günde uzun 3 saat 4 saatten sözlemey hareket göteyli. Benim tavsiyelerim şu. Kolumuzga korallarını burun yığılganlığımızdan kelgen korallarını badi elip mangaylı. Her bir devletlerge baraylı, musafirlarning işini hal qilayli, qag'allarning işini hal qilayli, qilalaymiz. Rahmat, tugdi. Mehmet To'xta efendim sizning oxirgi so'zingizni olay. Lekin. Sizmi mikrofonni? Vatanda qiyinchiliklarni bilamiz. 2000 hatto shu vatanimiz ishg'ol qilingandan boshlab bo'libmi 2016dan boshlab ko'p qarindoshlarimizni tuqqanlari, ota-ona sevgan yaralarimiz shu yerda, birodarlarimiz shu yerda. Shularga duo qilamiz, shahidlarimizga Allohdan rahmat tilaymiz. Anadan keyin hozirmi shu kasal deganni bahona qilib Xitoylar sun'iy bahonalarni uydirib vatanimizda yana butun Sharqiy Turkiston nüfusini qamal ostiga ilib ochliqni qo'yayotdi. Bularni shu qarindoshlarga Allohdan yordam tilaymiz, qulayliklar tilaymiz. Anadan keyin chet elda qarindoshlarimiz umidsiz bo'lmasin, bakkilik o'zini yo'qotib qo'ymasin. Evvel Allah qag'inda shu vatan uchun kuyayotgan, ishlayotgan qarindoshlarimiz az emas. Eng muhimi shuni unutmayli, vatan ichida garchi Xitoy hammani cheklagan bilan insonning ruhini cheklanmaydi. Pinhanlarda, qorong'u bulunglarda bizning uchun duo qilayotgan, kelgusimiz uchun duo qilayotgan aziz qarindoshlarimiz bor. Men shularning duosini qabul bo'ldiganligiga ishonaman. Shunlashqa men degandek hammamiz arxiv turg'izishga diqqat qilayli, umidvor bo'layli, bolalarni yaxshi tarbiyalayli, o'zimizga ega chiqayli. Kanadada, Amerikada ba'zi g'ayratlar bo'lyapti, shu qarindoshlarni yetkazishaqada. Buni nima qilish lozim, ching tutish lozim. Buning pushqoqlarda chechilib ketgan qarindoshlarni bir yerga ekilish lozim. Mencha hozir mush ishlarni qildigan model yaxshi paytma dokladlar chiqqandan keyin butun qarindoshlarga omonlik tilayman. Sizga bu programmani o'rinlashtirganingiz uchun alayda rahmat aytaman. Allah razı olsun. Şiki efendiden, Mehmet To'xta efendim ve İlşat Hasan Kökber efendim ve görünmelerine rahmet. Kelaqatim görüşkiçe aman bulunlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve